Dilapa, 3 kundan keyin tug'ilgan kunim. Kiyadigan ko'ylagimga tiqilib turibman. 3 kunda ozdiradigan menyuingiz bormi? Hozir shu savolga tezkor javob beramiz. Men bitta dieta turini o'rgataman. Agar kim bajarsa 3 kunda 3 kilogacha vazn tashlaydi. Razmeri esa albatta kamida 1 razmer kichkina bo'ladi. Faqat bu retsept mono dietalar turiga kiradi. Agar jiddiy qarasangiz, zo'r rezultat beradi. Bu retseptni tayyorlash uchun bizga 100 gram yog'siz tvorog, 250 gram 1% sut, 3 dona arab xurmosi va 1 choy qoshiq asal kerak bo'ladi. Barcha mahsulotlarni blenderga solamiz va yaxshilab blender qilamiz. Va ertalab uyg'onishimiz bilan oddiy suv ichganimizdan keyin nonushta o'rnida shu kokteylimizni ichamiz. Keyin obedgacha mahalgacha 1-1,5 litr suv ichamiz. Obedda iloji boricha nonsiz, suvli ovqatlar, ya'ni sho'r va mastava kabi ovqatlar yeymiz. Kechqurun ham xuddi shu kokteylni svejiy tayyorlab, ichib shu bilan o'zan qilmaymiz. Mana shu rejim bilan siz 3 kun davom etsangiz, mono dieta hisobiga siz yaxshigina vazn tashlab olasiz. Tadbiri, to'yi, tug'ilgan kuni yoki boradigan joyiga yaqin bo'lganlar, tez oziq olishi kerak bo'lganlar uchun aynan shu retsept juda ham tez ishlaydi. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosishni, shunga o'xshagan retseptlarni har kuni joylayman. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang.